İdiqut məş'ili Gosul muhiti. Oldin qasrning dastlabki yerimida İdiqut diyoridagi Muhit hoji oilasida bosh ko'tarib, ayni chog'dagi Uyg'ur tarixida shonliq sahifalarni qoldirgan 3 aka ufqining ish izlarini bilmaydigan birmi Uyg'ur yo'q bo'lsa kerak. Biroq Muhit hojining eng kichik o'g'li Gosul muhitining nomini anglab baxmagan Uyg'urlar nurg'un bo'lsa kerak. Turpan zaminida yashab, yaqinqi zaman Uyg'ur tarixiga zo'r ta'sirlarni ko'rsatgan muhitiylar jamoatida ancha ko'p tilga ilinmagan, ammo Uyg'ur ma'rifiga qo'shgan tuhfalari sababli Shingsay turmisida qatl qilingan bir muhim shaxs bor. U bo'lsa-mu Gosul muhitidir. Muhit hojining eng kichik farzandi Gosul muhiti Uyg'ur milliy ma'rif tarixidagi g'olliq tuhfkor va ma'rifatparvar inqilobchilardan biri bo'lib, uning Uyg'ur ma'rifiga qo'shgan tuhfasi to'limi zo'rdir. Gosul muhiti 1894-yili 5-oyda Turpan ostonida dunyoga kelgan. U Mosul muhiti, Maqsud muhiti va general Mahmud muhitiylarning eng kichik orzuliq inisi bo'lib, u kichkida o'z yezisidagi madrasalarda ta'lim-tarbiya olgan va ikkinchi akisi Maqsud muhiti Turpanda ochgan Maqsudiya maktabida o'qigan. 1932-yili 12-oyda Gosul muhitining akilari Mosul hoji muhiti, Maqsud muhiti va Mahmud muhiti Qumulda partlagan milliy ozodlik qo'zg'oloniga ovoz qo'shib, Turpan ostonida milliy mustaqillik inqilobi qo'zg'agan chog'da Gosul muhiti mu qo'liga qurol elib inqilobga qatnashgan. 3-akisi general Mahmud muhiti milliy qo'zg'olonning bosh qo'mondoni bo'lib, Xo'janiyaz hojilar bilan birga Qashqarga ketgan. Ostonadagi muhitiylar oilasida yolg'iz qolgan Gosul muhiti oilasida qilib qilib, o'z akilariga tava bo'lgan dehqonchilik ishlarini boshqurg'ach, barliq akilarining kichik farzandlariga otadorchilik qilgan. Turpan tazkirasida e'lon qilingan Turpan ma'rif tarixiga oid maqolalarda deyilishicha, Turpan ostonining janubidagi Mangu buloq degan joyda 9 kariz bo'lib, bu karizlarning ko'p qismi muhitiylar oilasiga tava bo'lg'ashqa, Gosul muhitining ko'pincha vaqti shu yerda o'tgan. Ostonida yangicha fanniy maktab ochilg'ili 20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Mangu buloq ostoniga jiroq bo'lg'ashqa, bu yerda birmi bola maktab yuzi ko'rmagan edi. Bu ahvoldan qalbi o'rtangan, ma'rifatparvar akilarining cho'nqur ta'siriga uchirgan Gosul muhiti Mangu buloqdan iborat mushu chat yezdimi yangi maktab ochib, sabiy bolalarning qorong'u dilini ma'rifat mash'ili bilan yo'ritish niyatida bo'lgan. U mushu ulug' niyat bilan Mangu buloqning Xenim Kariz mahallasidagi o'z qorosi ichiga 4 derazalik ozodi bir sinf solgan. Biroq yangi sinf bitgan bo'lsa-mu, o'qiydigan bola chiqmagan. Shu chaqlarda 9 karizdan tarkib topgan Mangu buloqda jami 40 necha oila, 200 dan ortiq nopos bor bo'lib, bular g'arbdan sharqqa 4 kilometr doirada tarqoq o'ltiraqlashgan. Avlodma avlod namratlikda va nodonlikda yashab kelgan Turpan rayonining eng chetidagi dehqonlar, dehqon bolasi o'qisimi, o'qimisimi baribir ketman chopadigan gap deb qarg'ashqa o'qishning foydasini his qila olmagan. Mushundaq ahvolda Gosul muhiti dehqonlarning uylariga uyma-uy kirib, o'qishning foydasini so'zlab, hamma dehqonlarni qoyil qilgan. Gosul muhiti yana bu yerdagi dehqonlarning butunlay namratlikni nazarda tutib, o'qituvchining ish haqqi, o'quvchilarning daftar, kitob, qalam, so'mka puli, hatto kiyim-kechaklarining pulini o'z ustiga oladiganligi to'g'risida va'da bergan. Dehqonlar shundala bolalarni yangi maktabga avatib bergan. Sharqiy Turkistonda 2015-yilgacha nashr qilingan Uyg'ur ma'rif tarixiga oid kitoblarda tilga ilinishicha, Gosul muhiti Mangu buloq tavasidagi 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 26 bolani tizimga ilib, har bir bolaga daftar, qalam, kitob, so'mka va surranglik raxtdan o'xshash qilib tik turgan ishton, chapan, o'xshash do'ppa, oyoq tarqitib bergan.
mata bilan chekmandan qo'pol tikilgan kiyimlarga ko'nib qolgan bolalar O'zbekistonda to'qilgan raqtdan sipta tikilgan sap paxta kiyimlarni kiyib intayin xo'shal bo'lib ketishgan. Ota-onalarmu bir tarafdan g'usul muhitining keng qo'lliqiga, mardligiga oprin o'qisa, yana bir tarafdan bolalarining pokiz, ratlik bir xil kiyimlarga qarab ichidan maslikka kelib ketishgan. Shunlashqa ular bolalarining maktabga to'liq kelishi va yaxshi takror qilishi uchun hamma sharoitini tal qilib bergan. Bolalarni etiz eriq ishlaridan yiroq tutib, butun zehni bilan tirishib o'qishiga madad bergan. G'usul muhiti Ostonada o'qituvchilik qilayotgan Abdurahmon Odil ismli o'qituvchini Mangu buloqdagi maktabga muallim bo'lib berishga taklif qilgan. Shunda qilib 1933-yili 10-oyda 26 o'quvchi qabul qilingan G'usul muhiti maktabida rasmiy o'qish boshlangan. Shuning bilan zulmatlik jaholat ilkida uxlab yotgan bu chat yaqin zimindimi ma'rifat mash'ili yolqinjashga boshlagan. Ba'zi bir Uyg'ur ma'rif tadqiqotchilarining qarashicha, bu maktabni shu davrda Sharqiy Turkistondagi eng chat mahallada ochilgan tunji milliy maktab deyishga bo'ladi. G'usul muhiti maktab qurilgandan keyin maktab boshqarish, o'qitish ishlariga izchil ko'ngil bo'lib kelgan. U yana yozliq ta'til mezgillarida maxsus Urumchidan tantarbiya va san'at o'qituvchilarini taklif qilib, Uyg'ur o'quvchilarni har xil tantarbiya turlarini o'rganish, san'at numurlarini o'rindashga tashkillab, xili yaxshi unumga erishgan. Natijada bu milliy maktabning o'quvchilari ayni yillari Turpandagi har qaysi yezi qishloqlar aro o'tkazilgan tantarbiya musobaqalarining hammasida degidek birinchilikka erishib kelgan. G'usul muhitining keyingi hayoti to'g'risida uning ikkinchi akisi Maqsud muhitining o'g'li Ibrohim muhitining tog'isi haqida e'lon qilgan ba'zi shaxsiy aslamalarda ko'rsatilishicha 1936-yili 12-may kechdagi Shabtul Damullamning qatl qilinish voqeasidan keyin Shingsay G'usul muhitiga xizmat berman deb aldab va besim qilib Urumchiga elib chiqib, ko'rinishda G'usul muhitini ma'lum bir idoraning maslahatchisi qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda nazarband ostiga olgan. G'usul muhiti Urumchiga mang'ucha Ostona Uyg'ur oqartish uyushmasiga Mangu buloq maktabining xarajatini o'ziga vakolatan uzib qo'ymay davomli berib turishni havola qilgan. Garchi Qashqardagi aksi Mahmud muhiti uni Qashqarga qaytarib kelish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, biroq G'usul muhitiga o'xshash Urumchiga chaqirib nazarband qilingan cho'ng aksi Musul Hoji muhitini Shingsayning qo'lidan pam bilan qutqizib chiqargan. 1937-yili 2-aprel G'usul muhitining ikkinchi aksi Qashqardan ayrilib Hindistonga chiqib ketgandan keyin shu yili 5-maydan boshlab Qashqarda jumladan butun Sharqiy Turkiston miqyosida keng ko'lamda tutqun qilinish harakati boshlangan. Xo'janiyaz hojining ikki qanoti deb qaralgan general Mahmud muhiti bilan Qumul harbiy valisi Yo'lvos begni qochirib qo'ygan jallod Shingsay darhol ularning eng yaqin urug' tuqqanlarini tutqun qilishga boshlagan. U shu qatorda yana G'usul muhitini darhol turmaga tashlagan. Tarix chaqi 1940-yilga kelganda Shingsay uni turmada qiynab o'ltirib atgan. U shehid bo'lganda amdila 46 yoshda edi. Baxtga yarasha G'usul muhitidan Risolat muhiti, Abdullah muhiti, Ibodat muhiti va Pattar muhiti qatorliq farzandlar Uyg'ur millatiga va oilasiga yodgor bo'lib qolgan. Maqsud muhitining o'g'li Ibrohim muhitining aslimilarida G'usul muhiti qurgan maktabning keyingi taqdiri to'g'risida berilgan uchurlarda deyilishicha, G'usul muhiti maktabining o'quvchilari 6 yil o'qib, 1939-yili 6-oyda o'qish bitirgan. Keyin bu maktabni boshqaradigan ham xarajat bilan ta'minlaydigan odam bo'lmag'achqa mazkur maktab taqilib qolgan. Chunki bu yillarda Jallod Shingsay butun Sharqiy Turkiston miqyosidagi Uyg'urlarning tayanch va sarxil kishilarining hammasini turmalarga tashlagan bo'lib,
yuqorqidek oqartish ishlarining hödisidan chiqalgudek bilimlik, mablag' bilan ta'minligudek puldor kishidan birisimi omon qolmagan edi. Merhum Gosul Muhiti'nin ikinci aksi, Maqsud Muhiti'nin nevrisi, Maqsud İbrahim oğlu Muhiti, özünün tağısı Gosul Muhiti ve Muhitilar ailesi haqida to'xtalib mundaq degan. 4 o'g'ildan Gosul Muhiti en kichik o'g'il. Akıfkularning eng cho'ngi Musulacı Muhiti. İkinci o'g'il Maqsud Muhiti mening cho'ng dadam. Üçüncü o'g'il Qashqarda turgan general Mahmud Muhiti. Gosul Muhiti 4. o'g'il. Yani kelib hammadan kichik o'g'il. Bulardan hozir Tokioda dafn qilingan Musulacı Muhiti 1941-yili 8 ayda 64 yoshida miyasiga qon tushib vafot bo'lgan. Mahmud Muhiti 58 yoshida 1945-yili 8 ayda Beyjingda vafot bo'lgan. Ostonada dafn qilingan Maqsud Muhiti 1933-yili 8 mart 48 yoshida Lökçünde bo'lgan urushda shahid bo'lgan. Gosul Muhiti u 1940-yil qishda Ürümchida 46 yoshida Shingsayning turmusida shahid qilingan.